Tadbirkorlar, mana bilasizlar, bizni bankimiz tomonidan har oyda uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Mana bugun navbatdagi bo'lib o'tyapti. Bugun sizlarga bizni filialimizda ajratilayotgan kreditlar haqida ma'lumot beramiz. Hozir bizda biznesga ko'mak, biznesga birinchi qadam, mahalla loyihasi hamda Iqtisodiy insoniy qaror bo'yicha kreditlar 100 million so'mgacha ajratilyapti. 100 million so'mgacha bez garov, garovsiz, 300 million so'mgacha garov bilan kreditlarimiz bor. Bularni olish tartibi asosan biznesga birinchi qadam, biznesga ko'mak, mahalla loyihasi shu 3 ta kreditimizni olish uchun o'zini o'zi band qilgan, rasmiy daromadga ega bo'lmagan fuqarolarga uchinchi shaxs kartaligi orqali yoki sug'urta polisi orqali 50 million so'mgacha taqdim etiladi. Bunda ayollarga 23% dan, erkak kishi bo'lsa 25% dan kreditlarimiz berilyapti. Agar tadbirkorligini boshlagan, uni yana kengaytirmoqchi bo'lib, yangidan tadbirkorlik boshlamoqchi bo'lganlar bo'lsa, 100 million so'mgacha garovsiz kreditlarimiz bor. Bunda ayollarga 18%, erkaklarga 20% dan berilyapti. 100 million so'mgacha garovsiz, agar garov bo'ladigan bo'lsa 100 million so'mgacha beramiz. Agar kredit olib tadbirkorlik qilaman deganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Savollar bo'lsa, savollar bo'lsa, tushunarli.